Kanadaga kelib yurmang. Tinchgina hozirgi yashab turgan davlatingizda qolavering. Chunki bu davlatda yashash qimmat, uy-joy qimmat, soliqlar baland, ish topish esa nihoyatda qiyin. Qish esa sovuq deb noliydiganlar ham bo'lib turadi. Keling, siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz Kanadada yashashning plyus va minus taraflarini. Videoning oxiriga kelib aniq bir qarorga kelib olasiz. Davlatga kelish kerakmi yoki kerak emasmi? Bu davlat sizga va oilangizga to'g'ri keladimi yoki yaxshisi bosh davlatni tanlagan ma'qulmi? Kamina ismim Alimardon. Men hozirgi kunda Kanada shimolidagi Yukon provinsiyasida oilam bilan birga yashayman va bu yerda immigratsiya advokatga assistent bo'lib ishlab kelmoqdaman. Kanadani ideal davlat sifatida tasvirlashga o'rganib qolganmiz. Vaholanki unda ham o'zgarishlar, kamchiliklar yetarli. Masalan, oxirgi yillarda juda ko'p chet elliklar kelishi ortidan tibbiyot sohasida muammolar paydo bo'ldi. Ya'ni tibbiy xizmatdan foydalanishda yuzaga kelayotgan navbatlar, shifokorlar yetishmasligi ulardan biridir. Nega? Chunki Kanada hududida tibbiyot bepul va arzimagan kichik tibbiy muammo uchun ham aholi shifoxonaga yugurib borishga odatlangan. Bu esa tibbiyotda o'zgarishi bosimni yuzaga keltirdi. Bundan tashqari, uy-joy qurilishi soni yangi kelayotganlar soniga mos emasligi ortidan uy-joy narxlari ham oshib ketdi. Ya'ni uy ijarasi ham, uy sotib olish narxi ham sezilarli ravishda ko'tarildi so'nggi keldi. To'g'ri, hozir chet eldan kelayotganlar soni cheklanishi ortidan bu masala biroz yumshamoqda va narxlar ham pasaya boshladi. Chet eldan kelayotganlar soni nihoyatda oshib ketgani oqibatida ish o'rinlari soni ham ancha kamaydi va ish topishda raqobat ancha kuchayib ketdi. Natijada ishsizlik darajasi ortdi, lekin baribir ishsizlik miqdori dunyo bo'yicha past davlatlar qatorida qolmoqda. Shuningdek, yashash narxlarining oshishi ham oxirgi 2-3 yil ichida eng ko'p muhokama qilinadigan masala bo'lib turibdi. Bunga asosiy sabab esa butun dunyoda kuzatilayotgan iqtisodiy muammolar va savdo munosabatlaridagi to'siqlar deb ta'kidlanmoqda. Bundan tashqari, ba'zilar Kanadada soliqlar baland deb nolib qolishadi. Ha, soliqlar past emas, chunki ko'p davlat xizmatlari va ijtimoiy yordamlar ham aynan soliqlar hisobidan amalga oshiriladi. Kanadaga boyib ketish uchun boraman desangiz, yaxshisi biznes qiling, lekin yaxshi yashash uchun kelaman desangiz, marhamat. Yaxshi mutaxassis bo'lishning o'zi bilan ham to'laqonli yashash mumkin bu davlatda. Xo'sh, nega unda bir qator kamchiliklarga qaramay, baribir chet elliklar Kanadaga kelish istagidan voz kechmayapti va baribir kelishga qattiq harakat qilishmoqda? Keling, mana shu sabablarni sanab o'tamiz. Birinchi sabab, ko'pchilik intiladigan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi immigrantlarga bo'lgan salbiy munosabat va deportatsiya jarayonlari oshib ketganligi. Masalan, AQShda o'qishni tugatgandan keyin ishchi viza bilan qolib ketishda ish beruvchilar uchun har bir chet ellik xodim yollaganlik uchun yillik $100 ming to'lov joriy qilingani. Doimiy yashash maqomini olib qolib ketish uchun 5-10 yillab kutish zarurligi, oilani olib kelishdagi nihoyatda qiyin to'siqlar chet elliklar orasida AQShni tanlamasligi sabab bo'lmoqda. Angliya va Avstraliyaga borishni istaganlar orasida ham viza hujjatlarini uzoq muddatga ko'rib chiqilishi, bu davlatga borish narxlarining qimmat ekanligi, bu davlatlarda qonuniy asosda uzoq muddat doimiy yashashda qolib ketish imkoni nihoyatda qiyin ekanligi ham chet elliklarni Kanadaga qiziqishiga olib kelmoqda. Chunki aynan Kanadada bu kabi muammolar yo'q. Nisbatan qisqaroq muddat doimiy yashash huquqini olish mumkinligi, oilani olib kelish tezroq amalga oshishi, narxlar ham bir qator arzonroq ekanligi va eng muhimi, immigrantlarga bo'lgan munosabat salbiy emasligi va ijobiy ekanligi ham bu davlatni boshqa chet elliklar orasida jozibador qilmoqda. Ikkinchidan, xavfsizlik masalasida Kanada davlati dunyoning yetakchi davlatlari qatorida turadi. Chunki bu davlatda qurol olib yurishga qonuniy ruxsat olish imkoni Amerika kabi erkin emas. Natijada AQShdagi kabi deyarli har kuni yuz beradigan otishmalar nihoyatda kam uchraydi. Kechasi ko'chaga qo'rqmasdan oilaviy sayrga chiqa olish Kanada uchun odatiy holat. Uchinchidan, tibbiy xizmatlar davlat tomonidan qoplanishi hisobiga Kanadada uzoq muddat yashaydiganlar orasida tibbiy sug'urta sotib olish yoki tibbiy xizmatlar uchun katta xarajat qilishga ehtiyoj yo'q. Qo'shni davlat AQShda esa tibbiy sug'urtasi mavjud bo'lmagani uchun shifoxonaga bora olmay, kasallikdan vafot etish holatlari ham tez uchrab turadi. To'rtinchidan, erkinlik va demokratiya, korrupsiyaning yo'qligi kabi omillar ham okean o'rtada yashash istagida yurganlarning Kanadaga eng qiziqish bildiradigan sabablardandir. Diniy erkinlikni ta'minlab berilgani esa soqol qo'yish yoki hijob o'rashda hech qanday taqiqlar mavjud emasligidan yaqqol namoyish bo'ladi. So'nggi yillarda Kanada hududida musulmonlar soni ortib borishi kuzatilmoqda va ular uchun ham barcha sharoitlar, ya'ni masjidlar, diniy maktablar ham barpo etilgan. Xalqaro munosabatlarda ham Kanada o'zining tinchliksevar davlat ekanligi bilan boshqa davlatlar hurmatini qozongani tahsinga sazovor. Biron bir davlat bilan urushlar va harbiy harakatlar olib bormasligi, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmasligi ham Kanadaning xalqaro miqyosda obro'si bilan ekanligiga misol bo'la oladi. Bu davlat pasportiga ega bo'lgandan keyin esa dunyoning 180 dan ortiq davlatiga vizasiz kirib chiqish huquqi yuzaga kelishi Kanadaga kelishni reja qilgan har bir insonning asosiy maqsadlaridan biridir. 5-dan, Kanadaning sifatli ta'lim bera olish imkoniyati haqida gapirmasak bo'lmaydi. 12 yillik maktab ta'limi chet elliklar uchun ham mutlaqo bepul ekanligi, oliy ta'lim narxlari esa boshqa rivojlangan davlatlarga qaraganda arzonroq ekanligi ham fakt. Chet elliklarning dunyoning top universitetlarida ham o'qish imkoni Kanada hududida mavjud.
Oltinchidan esa ish va dam olish o'rtasidagi muvozanat yetarlicha ta'minlanganligi. Ish soatlarining norma tashkil qilingani va dam olish uchun yetarlicha vaqt ajratilishi stress muhitda ishlayotgan boshqa chet elliklarni Kanadaga kelib yashash uchun motivatsiya bo'lmoqda. Sayohat va bo'sh vaqtida o'z hobbisi bilan shug'ullana olish imkoniyatiga ega bo'lishni kim istamaydi deb o'ylaysiz axir? Mehnat huquqlarining himoya qilinishi, uydan turib ishlashga sharoit yaratilgani, ta'tillarni uzoqtira olish kabi masalalar ham Kanadaning o'ziga xos plyuslaridan biri hisoblanadi. 7-dan, so'nggi yillarda dunyo miqyosida yuz berayotgan iqlim o'zgarishlari va havo haroratining isib ketishi ko'plab chet elliklarni iqlim migrantlarga aylantirmoqda. Ayniqsa uzoqni oldindan ko'ra bilish xususiyatiga ega bo'lgan badavlat va ziyoli insonlar shimolga ko'chish harakatiga tushib qolishgan. Chunki aynan Kanada hududida havo harorati jazirama issiq emasligi va so'nggi yillarda hattoki sovuq hududlari ham iliqlashib borishi ortidan mazkur davlatni iqlim bo'yicha ideal davlatga aylantirmoqda. Tugab borayotgan suv zaxiralari yaqin kelajakda dunyo davlatlari o'rtasida suv uchun ayovsiz kurash yuz berishiga olib kelishi kutilyapti. Shunday bir paytda dunyodagi eng ko'p toza suv zaxirasiga ega bo'lgan Kanadani esa bu muammo aslo o'ylantirmaydi. Tabiiy boyliklar va cheksiz resurslarga ega bo'lgan sabab hududi nihoyatda ulkan ekanligi tufayli va negadir bu resurslar go'yo kelajak uchun asrab qo'yilayotgandek tuyuladi. Chunki hududi bo'yicha jahonda ikkinchi o'rinda turuvchi Kanada o'z tabiiy boyliklaridan kerakdan ortiq foydalanmayapti. 8-dan, o'z holicha saqlab qolingan tabiat va yovvoyi hayvonot olami. Davlat ekologiya sohasida juda qattiq nazoratni amalga oshirgani sababli turli zaharli chiqindilarni chiqaruvchi zavodlarni ko'rmaysiz. Qurilishlar ham nazoratga olinib, atrof muhitga zarar yetkazmagan holatda amalga oshirilishi ko'zda tashlanadi. Daraxtlarni kesishga ruxsat olish nihoyatda murakkab va natijada Kanada havo sifat darajasini internetda o'zingiz ham tekshirib olishingiz mumkin. 9-dan, Britaniya va Yevropa madaniyati, shuningdek turli migrant millatlar madaniyati qorishib ketgan hisobdan aholi tarkibidagi tub xalq o'ta xushmuomala ekanligi yaqqol seziladi. Buni kanadaliklarning doimo kulib muomala qilishi, yo'l berishi, uzr so'rashi, navbatda turish madaniyati, shovqin solmasligi, begona odamga ko'zni lo'q qilib qaramasligi kabi mayda detallarda ko'rish mumkin. Har bir kasb vakili tartib-intizom asosida o'z ishiga mehr bilan yondashadi. Maoshlar miqdori insonning o'z shaxsiy ehtiyojlarini orttirib, chet elga sayohatga chiqib kelishga ham yetishi shunchaki bir misol. Yangi kelganlar o'rtacha 5 yilda o'zining ilk uyini ipotekaga xarid qilishi statistik ma'lumotlarda aks etgan. Infrastrukturaning yaxshi yo'lga qo'yilgani ortidan tekis yo'llar, chiroq o'chmasligi, toza ichimlik suvi, sport va dam olish uchun sharoitlar yaratilganligi ham Kanadani chet elliklarga jozibador qiladi. Bundan tashqari bolalar uchun baxtli bolalik bera olish, davlatning tashlab qo'ymasligi, ijtimoiy himoya qilishi, moddiy yordam berishi, biznes qilish uchun AQShga qo'shni ekanlik, inson huquqlari, inson qadri faqat bugungi kunda yashash uchun emas, balkim ertangi kunga ishonch kabi omillar ham Kanadaga kelib yashashni orzu qilganlar uchun asosiy sabablardir. Yuqoridagi barcha holatlarni haqiqatda o'z ko'zim bilan ko'rayotganim uchun ham sizga yoritib berishga harakat qildim. Orasidan sizga ma'qul bo'lgan o'z sabablaringizni ko'rdingizmi Kanadaga kelish uchun? Agar sizga ham shu narsalar qiziq bo'lsa, demak jiddiy kirishish kerak davlatga harakat qilishga. Xulosa qiladigan bo'lsak, yuqori sanab o'tilgan Kanadaning ijobiy va salbiy jihatlarini taroziga solib ko'ring va shunda bir qarorga kelishingiz osonroq bo'ladi. Har kimning hayot yo'li har xil. Kimdir o'xshamayotgan bo'lsa, kimdir o'xshaydi. Motivatsiyani esa hadeb noliydiganlardan emas, Kanadaga kelib hayotda nimadir erishib qo'ygan immigrant yurtdoshlarimizdan olish kerak. Har qanday davlatda ham o'ziga yarasha plyus va minuslar bo'ladi. 100% ideal davlat yo'q yer yuzida. Qaysidir plyuslar uchun qaysidir minuslarga ko'z yumish kerak. Kommentlarga yozingchi, sizningcha bu davlat arzidimi yashash uchun ko'chib kelishga? Bugungi kunda yurtdoshlarimiz va umuman olganda ko'plab chet ellik immigrantlar asosan ikki yo'l bilan kelishmoqda Kanadaga. Yoki student viza orqali yoki fransuz tilini o'rganib immigratsiya qilish orqali. Chunki bugungi kunda aynan bu yo'nalishlar viza olishdan natija berayotgan usullardir. Bizda ham natijalar aynan shu ikki yo'nalishda ko'proq. Kanadaga harakat qilayotganlar bilan yaqin kelajakda ko'rishib nasib qilsin. Qat'iy qaror qilganlarni bu davlatda kutib qolamiz. Barchaga omad. Aytgancha, sizga ham Kanadaga kelish bo'yicha amaliy huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga mana bu saytdan aloqaga chiqish mumkin. Bizni kuzatib boring va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram, Telegram kanallarimizdagi havolani video ostida qoldiraman. Barchaga omad. Kanadada ko'rishguncha sog' bo'ling.